Uzun CSS dersiga 42 qism CSS o'lcham 2 paragraf mazmun. Bu darsligimizda davomli tövəndəki 6 o'lchamga munosabatlik amaliy misolni ko'ramiz. Bunun birinchisi piksel qiymət orqali elementninki eng kichik egizlik o'lchamini bekitish. Buning asos kodi ma'lum min height 100 piksel deb buningki eng kichik qiymatni bu yerda belgilab mahlolatda ko'rindi buningki unumi. Anaki ikincisi piksel qiymət orqali element eng kichik kenglik o'lchamini bekitish. Bu yerda eng kichik kenglikni 1000 piksel deb bu yerda qiymat bergandan keyin mazmun ostida rasm buningki unumini ko'rgan bo'lsak, bu yerda mana surishki bo'ldi 1000 piksel deb bergan bo'lg'achqa buning eng kichik qiymati 1000 pikselgacha bu yerga chiqaverdi degan gap. Persentlik qiymat orqali elementning eng kichik kenglik o'lchamini bekitishni so'zlab o'tdik. Ama bu oldidagisi piksellik qiymat, bu yerdagisi persentlik qiymat. Persentlik qiymat orqali bekitgan vaqtimizdami? Buningki persent qiymat bu yerda 200% deb bergan bo'lsak, aslidagining 2 hissa cho'ng kenglikda ko'rindi. Anaki 4-chi persentlik qiymat orqali qurorliqni belgilash. Anki piksellik qiymat va sonlik qiymat orqali qurorliqni belgilash. Masalan, misol qaraydigan bo'lsak, mana unda persentlik qiymat berilgan. Mana unda piksellik qiymat. Mana unda 0.52 deb sonlik qiymat orqali berilgan. Buning unumini ko'rsak, ya'ni bu holatda asosliq shu abzasniki xatniki qurorliqniki bu yerda mavu normal holatdagisi, mavu qisliq holatdagisi, mavu orliqni bir qadar kengroq vaqtdagi unumi.